10 ta tuxum berib turing. Yana nasiyaganmi? Oyligim chiqsa qo'shib ketaman. Men ham o'ylingiz chiqqanda haqiqatini berib, hozir 10 ta tuxumni qog'ozga yozib berib turaveray. Nima siz menga anaqa qarayapsiz? Ayol kishi deb rahmim kelsa, siz uyalmasdan kelaverar ekansiz. Bet bormi o'zi sizda? Men qarang, yoshni shu ayol kishidan ham pastmisan? Ayol kishini haqorat qilading. Shuncha erkak ichida. Qancha qarz bor sendan? Hamma ovoga. Sal erkak bo'l, yoshni. Oshna shashlik deb aytib qo'ydim, hozir tayyor bo'lar ekan. Gap yo'q jigar. Abdurash, kelyapsanmi oshna? Senga ham shashlik aytib qo'ydim, bugun meni hisobimdan o'tirish. Maishat qilamizmi bugun oshna? Gap yo'q. Oshna, bugun do'konda bir ayolni ko'rdim. Muhtoj bo'lib qolibdi shekilli 10 dona tuxumni qarzga so'rayapti. Ana shu ayol kimligini bilasanmi? U seni tug'ishgan opang. Opang u yerda 10 ta tuxumni qarzga so'rayapti. Sen bizga xotomtoylik qilib, bizga go'sht yedirmoqchisan-da? Hey, haqiqiy erkak ko'chadagi oshnalarini emas, birinchi o'zini yaqinlarini to'ydirib qo'yadi.